Turkiyaga kelgach, biz o'zimiz uchun yangi og'ash ko'rdik. U mart oyida shishagoda hamisha bera boshlaydi. Bizda bir nechasini izib olib, oshab qarorga bo'ldik. Bu jirak jemish mushmulla deb atalgan ekan. Anda B vitaminlar ayrisha xolesterinni tushirishga bo'lishadilar. Biz hozir uni oshab qaraymiz. Mushmullaning ichida tushlari bor, ularni osharga yaramay. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi. Men kechirak. O'zrak yesh qildim. Shunga ko'ra eshirak mensa. Bilasizmi men mana narsa tayyorlab kelam? Musa. Limon? Yo'q. Apelsin? Yo'q. Olma. Olma bilan sliva temi qo'shgan shirka bilan. Mini limon. Ha, sonrasini qo'yib qo'ying. Ulgurgani bo'lmaroq. Eshisi yo'q. Papagan yaratdim. Bu mini limon. Bu mini konfet. Tamam, ha, foydali. Hop. Paka. Paka. Bir tane daha. Bu da mana seni qo'l farq qilmaydi. Yomon yo'ldan qo'ymaydi. Bu qalin limon.